Hammaga salom bolalar, sizlar bilan men bugun Fister. Bolalar hozirgi ko'rgan kommentlarni o'qib chiqqan bo'lsanglar, mana shu haqida videoman. Ya'ni Minecraft Top 5 ta mod, ya'ni 1.20 versiyasiga. Tushunmagan bo'lsanglar qulay o'tirib olinglar va yeb ichishga narsa olib kelib olinglar. Ha, yana bir gap. Bu videoga like bosinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Unda biz videoni boshladik. Xo'sh bolalar, mana birinchi modimiz bu uy jihoz modi. Xo'sh, bu yerda mana bu sandiqda men uy jihoziga yarmini so'gaman, ya'ni hammasini emas, почти yarmini. Qolgani bu yerda. Qolgani mayda cho'tada, shuning uchun solmadim. Xo'sh, ularni ishlatib ko'radigan bo'lsak, ular hammasi ishlaydi, faqat mana mashinalardan tashqari. Yana nimalar olamiz? Inventarimiz to'lguncha olamiz. Oldi inventarimiz. Xo'sh, buni olamiz. Bularni olamiz. Televizor olamiz. Divan olamiz va yana nima olamiz? Xo'sh. Buni olib qo'yaylik. Bo'ldi, mashinani oldik. Xo'sh, birinchi mana mashinani oldik. Lekin mashina cho'tki-yu, lekin ko'rinishga gap yo'q bo'lishi mumkin emas. Lekin bu yurmaydi-da, mayli. Eng minus tarafi shu. Mayli, bunga ahamiyat bermaymiz. Wow, zo'r cho'tki anaqa. Stol, короче. Divan. Cha. Keyin bu oynacha. Ya'ni ko'rinadi bir. Lekin zo'r ekan-a? Qaranglar, bundoq qaraysizlar-da, bundoq o'tib bundoq o'zingizlarga jimroq qo'ysizlar. Biroz bu ventilator, ya'ni osmon ventilator. Bu ishlaydi va kompyuter, notebook ham ishlaydi, prosta yonmaydi, faqat bu ochilib yopiladi, ana. Bizamiz. Xo'sh, mayli. Bu menimcha ismini bilmayman, короче. Bu hammomlarda bo'ladi, короче. Qisqa qilib aytganda. Va bu kichkina ekan, mayli, endi 43 bo'laveradi. Endi kattasini qilsin. Wow, divan bu cho'tki divan, lekin dursa yo'q bo'lib qoladi-da. Bunda o'tirasizlar-da, choy olib kel deysizlar. Choy olib keladi, ichib o'tirasizlar, keyin tiqilib qolasizlar. Plus televizorli shkafcha. Bilmadim, ravonmi? Xullas-da, mana shu va boshqalari, mana gaz plita, mana chiroq bolalar bor. Gaz plita nima qilsalar, bu to'rtburch mana ichidan o'tib ketib, mana bunaqa ichidan o'tib ketib yurmaydi bu. Bundoq chiqsalar chiqib ketaveradi. Ular shunaqa chiroq bo'lsa kerak. Mana chiroq bu. Hozir sizlar yoritmayapti desanglar mumkin, lekin yorityapti bu. Ular shu. Unda biz keyingi modulimizga o'tamiz. Let's go. Xo'sh, bolalar, keyingi modimiz bu harbiylar mashinasi, ya'ni qurollari. Birinchi biz vertolyot, ya'ni bu harbiycha vertolyot. Buni qo'yib ko'ramiz, zo'roq qilsa. Вообще kattaligini qaranglar. Devil uchun-da, bu devil uchun yaratilgan. Xo'sh, buni ko'tarilib yo'q, bo'lmadi. Boshqatdan uchib ko'ramiz. O'zbekiston. Bo'ladi, yetadi. Plus keyingisi hammasini o'raveramiz. Keyingisi suvosti kemasi, tank T-62, M113 tanki, tank emas, bilaman. Bir bolasi va bu nima? Bilmayman, короче. Mamnitchi T90 ekan. Bu manaqa yashicha, ya'ni bir bola, xullas. Ertalab qolay shu. Qo'yib yubordim ham. Вообще. Mana suvosti kemasi ko'rasizlar kattaligini. Mana bu yarmi deydi. Buni yarmi mana bu. Xullas, mana suvosti kemasi. Endi tankga keladigan bo'lsak, buni pastga tushmaydi. Mana bu tank. Вообще katta-yu, mana qaranglar, o'tiradigan joyini o'zi kallamdek otdi. O'sha zo'r ekan, lekin bu yoqqa urishasanmi desanglar bo'ladi. Ancha qo'ydi.
Mayli, keyingisi bu M113. Bilmayman lekin qanaqadir to'rt burchak o'tiradigan joy mashta bo'lsa kerakda. Rostdan mashta ekan. Teshigi qani? Mayli, teshigiga qiziqmaymiz. Mayli, keyingisi xo'sh T90. Wow, bu ham zo'r bo'ladi. Endi biz KAMAZga kelsak endi. Bizning tilda KAMAZ endi, KAMAZ. Bilmayman yana. Qanaqa mashina bu? KAMAZ o'xshagan endi. Nomi Ural bir bola olgan. Bo'lmachiq, orqasi ochiq ekan. Bu harbiylar uchun-da. Keyingisi bu oddiygina yashik, ya'ni bu sandiqcha, ya'ni ulan tilida, bizning tilda sandiqcha, ulan tilida bilmayman, короче. Shu. Xo'sh, obunachilar, mana ko'rib oldinglar harbiycha mashinalarni. Unda biz keyingi modga o'tamiz. Xo'sh, obunachilar, ya'ni keyingi modimizga o'tsak, bu NPC, ya'ni bu Minecraftga odamlarni qo'shib beradi. Bu yerda nega ikki xil rang desanglar, bularning yarmi bolalar, yarmi qiz esa qizlar. Bu sariq rangdagi qizlar. Buni esa bolalar. Ya'ni mana zo'r, krasavchik. Qo'liga faqat narsa ushlatib qo'ysangiz bo'ladi mana. Bunday qilib ushlatib qo'ysangiz bo'ladi. Mana ya'ni bolalarni yo'qotib yubormayman. Xo'sh, mana yana mana bundan juda ham ko'p inventarda, ya'ni kreativ inventarda. Xo'sh, mana yana bundan juda ham ko'p mana grills. Yoqqanini o'zingiz tanlab qo'yaverasizlar-da mana. Xo'sh, bundan juda ham ko'p. Mana tuxumchalarda. Mana вообще ko'p. Unda olib xohlaganinglarni qo'yasizlar-da, yurasizlar gaplashib. Plus mana shu NPC modi. Xo'sh, unda buni ko'rib olgan bo'lsanglar, keyingi modga o'tamiz. Qana bo'lsam ketu. Keyingi, ya'ni top 4-chi modimiz bu mashinalar. Lamborghini. Bular turli xil rangda ekan. Xo'sh, bular hammasini olib tekshirib ko'ramiz, obunachilar. Birinchidan, xo'sh, ko'ka, ya'ni blue. Wow, chotki. Nimaga shu ikkita qo'yib yuboraman, plakat. Mayli. Chotki mana qo'lga qo'yib olib shaharda. Men boyvochi mana yurasizlar. Shu. Prosta ovoz yo'q ekan. Lekin chotki, lekin ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas. Keyingisi qizili red. Qizili ham shunaqa. Birga bir. Lamborghini emblemasi mana. Emblemasi, lekin emblemasi g'alati. Va orqasi ko'rinishi shunaqa. Hammasi bir xil. Prosta rangi har xil bo'ldi. Qorasi, usti yopiq ekan qorasi. Wow, chotki, armani. Xo'sh, qorasi bu oqi, xo'sh, oq chiroyli ekan. Bir oqqa ham o'xshamaydi, kul rangi o'xshaydimi bir. Xo'sh, mana. Bu sabz rangi, ya'ni to'q sariq. Bu sarig'i men yoqtirgan rang. Sarig'i ham chotki. Menga yoqdi, lekin bor. Emblemasini ham zo'r tushirilganda. Bu bilmayman qanaqadir bilmayman. Короче, bitta rangda xullas. Shu. Yashil ekan xullas mana. Bu mashinalar, ya'ni Lamborghini modi. Mana. Bularchilar ko'rgan bo'lsanglar, mana bu mashinalar modi ko'rgan bo'lsanglar, keyingi modga o'tamiz. Keyingi modga o'tish uchun biz keyingi modga o'tamiz. Ketdi, let's go. Xo'sh, keyingi va oxirgi modimiz bu sizlar kutgan Jenny modi. Deman, ismini Jenny deb qo'ygan. Biz bilamiz Jennymi? Bilmayman kim o'zi. Xo'sh, mana. Mana shu Jenny mod deb bilmayman. Jenny mi bu? Jenny emasmi? O'xshamasa lekin. Unda shu mana. Bola, bu video ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan men Fistel. Bola, bu video yoqqan bo'lsa bitta like va obuna bo'lib qo'yinglar.
Bola, bu modlarning hammasi mani Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalim nomi opsioniyada yoki kommentariyada bo'ladi. Mayli, keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.